aytaman bitta gapni o'sha boy zo'rlarga. Savol javob bitta joyda sen va pulga zorlarga. Sevganni berishmadi do'stman qora tunlarga. Yor bilan ketdi qasri borlarga. O'ylab qolaman kechab o dunyoga buncha o'chib yo'dan. Sizga ma'qul bo'lmadikmi? Mayli toping zo'rini. Sizga beribmizda bekor yuragimiz to'rini. Yuragimni bo'lib beray, yarmin oling o'zizga. Hayotingizda endi yo'qmi? Ko'rinmayman ko'zingizga. Tabassumim muloyim, begim demang begoyim. Faqat meni tomim ketyaptimi? Mana rasmga qaranglar. Ana endi telefoninglarni tepaga aylantiringlar. Ko'zinglarni 2 marta pirpiratinglar. Sizlar ham shunaqa bo'lyaptimi? Ona aytayapti, qarang. Bolam bu dunyoda faqat sen uchun yashayman. Iltimos, faqat yuzimni yerga qaratma. Birodar, ona orqangizdan ko'chaga tepib haydagan taqdirda ham, ona ko'chada orqangizdan ya'ni tepib haydagan taqdirda ham orqangizdan turib eshikdan 10 metr nariga ketganingizdan so'ng, ey Allohim, farzandim uyga eson-omon qaytsin. Farzandim ishlariga rivoj bergin deb duo qiladigan faqat ona bo'ladi. Bolalik zo'r bo'lardi, qilsam yugurib otam kelardi. Bir erkalab o'pardi, qilganim shu on unutardim. Eslayman o'sha damlar, burchakka bekini devorga chizardim o'yinchoqlarim. Ona mehri haqida gaplashadigan bo'lsak, bu albatta sizda ham bo'lgan. Onangiz majburlab cho'miltirganimdek, ko'zingiz achisa ham shampullab cho'miltirganlari, qulog'ingizni bunday cho'pinglarni titkilab kovlaganlari hammasi bo'lgan bo'lsa kerak. Sizda u narsa desangiz tars tushib bu hammada bo'ladigan bo'lsa kerak. Endi bu narsalarni katta bo'lganingizdan keyin tushunib yetarkansiz. Masalan, ona mehri qanday bo'lishligi, o'shanda ham bekorga bunday qilmagan ekanlar. Kichkina isqircha bo'lib yurmagansizda, top-toza bo'lib yurgansiz. Kichkina isqircha bo'lib yurmagansizda,